Bugun yodlagan narsangiz ertaga esda qoladimi? Bir haftadan keyinchi Ebbinghaus egri chizig'i va 3 ta takrorlash usuli. Bugun shuni ko'rsataman. 1885-yilda nemis psixologi Hermann Ebbinghaus ajoyib kashfiyot qildi. U unutish egri chizig'ini aniqladi. Biror ma'lumotni yodlaganingizdan keyin 1 soatdan keyin 60% unutiladi. Bir kundan keyin 70% unutiladi. Bir haftadan keyin 80% unutiladi. Yechim takrorlash. Lekin takrorlash qayta o'qish emas. Takrorlash esga olishga urinish. Obrazlarni yopib, xayolda ko'zdan kechirish. Birinchi usul to'liq takrorlash. Assotsiatsiyalarni xayolda ko'rasiz va har bir obrazni so'zga aylantirasiz. Masalan, qalqon, xavfsizlikni tekshiring, qorachiq, shuni tekshiring. Bu eng chuqur takrorlash usuli. Ikkinchi usul tez takrorlash. Faqat asos obrazlarni ko'zdan kechirasiz. Kodlashsiz. Masalan, qalqon, qorachiq, tez yordam mashinasi. Buni ertalab 2-3 daqiqa qilsa bo'ladi. Uchinchi usul oraliq takrorlash jadvali. Bu ilm-fan isbotlagan eng samarali usul. Birinchi takrorlash yodlagan kuni kechqurun. Ikkinchi takrorlash ertasi kuni. Uchinchi takrorlash 3 kundan keyin. To'rtinchi takrorlash 1 haftadan keyin. Beshinchi takrorlash 1 oydan keyin. Endi amaliy misol: yurak to'xtashi, CPR bosqichlari. 8 ta bosqich zanjir usuli bilan yodlaymiz. Xavfsizlikni tekshiring. Qalqon. Hushini tekshiring. Qalqon ichida qorachiq. Yordam chaqiring. Qorachiqdan tez yordam mashinasi chiqmoqda. Nafas yo'lini oching. Tez yordam mashinasi ustida ingalyatsion maska. Nafasni tekshiring. Ingalyatsion maskadan havo sharchasi chiqmoqda. O'tda ko'krak bosimi. Havo sharchaga xamir yopishib qolgan. Ikkita sun'iy nafas. Xamir ustida lab. Takrorlang. Lab atrofida halqa belgisi. Endi qalqondan boshlang. Zanjir o'z-o'zidan yurib ketadi. Bu zanjirni bugun kechqurun 1 marta, ertaga 1 marta, 3 kundan keyin 1 marta esga oling. Shu 3 marta va CPR bosqichlari uzoq muddat xotirangizda qoladi. Esda tuting. 3 usul. Birinchi, to'liq takrorlash, har bir obrazni dekodlash. Ikkinchi, tez takrorlash, faqat obrazlarni ko'zdan kechirish. Uchinchi, oraliq takrorlash jadvali. Keyingi videoda haircut tizimi, raqamlarni obrazga aylantirish haqida batafsil tushuntiraman. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling. Emomedik xotira tizimi.